Aziz tomoshabin, biz siz bilan yana o'sha Qirpichoq mahallasidamiz. Bu mahallaning odamlari juda ham g'aroyib. Ayniqsa ularning ichida mana bu ko'rib turganingiz mahalla raisi juda g'aroyib inson. U bir qarasang hol qo'yadi, bir qarasang qovun tushiradi. Qovunni do'kon yo bozorga tushirsa kerak deb o'ylayotgandirsiz. Adashdingiz. Bu safar u qovunni butun Qirpichoqqa tushirdi. Mana qilib, bu yangi kelgan. Ishni o'rgat qo'ygan, xo'pmi? Rais bova hali ko'rasiz. Bir haftaga bormasdan uchari bo'ladi, uchar. Ha, shunday bo'lsin. Omad. Yaxshilab ishlang. Uyaltirib qo'yman lekin. Xudo xolasi, ishonch oqlayman rais bova. Baraka top. Topshiriqlarni vaqtida bajaringlar, xo'pmi? Ishga vaqtida keling. To'xta. Gel. Hokim telefon qilyapti-ku. Tinchlikmi? Alo. Assalomu alaykum hokim bova. Ha. Kim? Bahodir deysizmi? Qaysi Bahodir? Bahodir ham ko'p endi, qaysi biri ular? Ha. Yalangtush Bahodir, ha? Hop. Kino qilinganmi? Ha, endi u odam kino qilishga arziydi-da u odamni. Ha, u odam haqida qancha asarlar yozsa arziydi. Hokim bova? Ha? Bo'ldi. Nima qilish kerak? Hop. Bo'ldi. Nafaqat o'zim, butun mahallani yig'ishtirib hammasini olib boraman. Ha? Borib ko'rib kelamiz. Bo'ldi. Bir og'iz gapingiz hokim bova. Hop. Tinchlikmi? Rais bova, nima gap? Yalangtush Bahodirni taniysanmi? Qayerdan taniyman rais bova, o'zi yaqinda kelgan bo'lsam. Nima yangi ishchi bo'lsa? Sen taniysanmi? Men ham birinchi marta eshitishim, rais bova. Tanisa ekan. O'qi deyman-a, aytganda qilmaysizlar-mi? Omid desam xafa bo'lasizlar. Voy! Yalangtush Bahodir Samarqand viloyati hokimi bo'lgan ekan-ku. Bilmaysanmi shuni? Hozir yuqoridan topshiriq bo'ldi. Ana shu Yalangtush Bahodirni borib ko'rishimiz kerak. Hammamiz yig'ilib borishimiz kerak. Xo'pmi? Nima bo'lgan unga? Kasal bo'lib qopti-da. Rahbarlik ham bosolmasdi. Topshiriq ko'p, mas'uliyat ko'p, yugur charchab ichida kasal bo'lib qolganda. Hozir tezda boringlar, qaysi больницада yotibdi? Tez aniqlashtiringlar, bir borib ko'rib kelaylik. Xo'pmi? Nima qilib o'tiribsan? Bezata qilmaymizmi? Bilamiz. Somsa. Bu yerda somsasini juda maqtashadi. Ha, so'radi. Somsa deb. O'shandan bo'lsa. Assistent, somsa. Hozir bir lagan olib keling. Hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushkepsizlar. Yana nima qilsizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoqimli ishlar. Qani? Ol. Nima? Hey! Ben tushunmadim.
Tushuntirib Nima beraman. bo'lyapti? Tushuntirib beraman. Bu kim bu? Kim tanimayman. Ammo bularni. Bu men tushunmadim. Yo'q, adasi tanimayman. Bularni men hozir ko'rib turibman. Men bilan oila qurganingga 22 yil bo'ldi. Biror marotaba og'zimni salfetkada artmagansan. Somsasini ham yedirib qo'y. Ay, yo'q, adasi tushuntirib beraman. Tanimayman. Kim bu? Hozir Men endi bildim. adasi tushuntirib beraman. Hozir man tanimayman, man tanimayman. Ko'rdingku, og'zini artib qo'yding buni. Men sen xotin bilan ajrashaman. Yashamayman, bo'ldi. Xolos, menga bunaqa bevafo xotin kerak emas. Qo'y o'z bosi, tanimayman xotin. Bildi. Gapirmang. Men sen xotin bilan uyga borib gaplashaman. Shoshmay ajrashaman men. Uyga bor. Uyga gaplashamiz. Tushuntirib beraman. Bo'ldi, tushuntirish kerak. Xotin bilan yashamayman. Bo'ldi, tamam. Men eshitmayman. Men yashamayman sen bilan. Yashamayman. Tushuntirib beraman. Ko'rdingmi xotin? Habib tushlik tekinga tushdi. Yonimizga qoldi. Bechora bitta somsa yeyman deb 56 ta somsaga to'laydi. Bu dunyo shunday dunyo. Kimdir unmaganni undiradi, yana kimdir ko'nmaganni ko'ndiradi. Bizning rais esa quruq va'dani do'ndiradi. Hali isib ketdimi, ha? Yondiraman deydi rais bova, yondiraman deydi. Ey, beparasat, isib ketdi deyapman. Uzib rais bova, uzib. Kimmi? Kimmi? Ya? Ya, Toshpo'lat aka? Ha, aka uka. O'tiribsanmi bir-biringni yelpib? Endi kun isib ketdi, nima qilamiz endi? Yondiraman deydi-ku. Ha, kun issiqligini ko'ryapsizmi? Ko'chada yurib bo'lmayapti-ku. Konditsionering bor-ku, sovutgiching. Ishlamaydi-da, ishlasa biz ham bilamiz, muzdek xonada o'tirishni. Nega ishlamaydi? Buzilib qoladi. Shuni ham tuzatib ketdim, necha aytdim, kelmaydi, va'da beradi, kelmaydi. Bir hafta bo'ldi. Ha? Bir hafta avval kelish kerak edi. Kim kelish kerak? Konditsioner ustasida. Usta kelmayaptimi? Ha, Va'da berib bajarmayaptimi? bajarmayapti qarang. Odamlar qanaqa ko'rdingizmi? Va'dasida turmaydigan bo'lib ketdi. Ham shunisi ham meni g'azablantiradi. Endi Hapoma rais. Eshagiga yarasha tushovi ekan-da bu yog'i. Bu nima deganingiz? Ha? Nima deganingiz bu? Assalom, va'dani berib bajarmaysan-ku. Men qachon bir va'da berib va'dani ustidan chiqmabman. Aytayman, qachon? Mana mahallaning yo'llarini asfalt qilaman deganingga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Qani asfalt? Qani asfalt? Asfalt qilamiz, oldin pul tushsin. Pul tushsin. Pul tushmaganmi hali? Yo'qmi? Yo'q deng. Yo'q. Men kecha hokimiyatga borib gaplashib kelganman. 1 yil bo'lgan ekan pul tushganiga. 1 yil. Qani pul? Qani pul? Pul tushganmidi? Ha? Tushganmikan? Gapni qarasang. Tushgan ekan, shuni nimaga aytmaysan? Ko'rdingizmi, mas'uliyat yo'qda bu yoshlarda, mas'uliyat yo'q. Tushgan ekan, bo'ldi. Bo'ldi, shu asfaltni qilamiz. Qilasanmi? Qanchada qilasan? Men va'da beraman, qilaman o'sha asfalt. Xo'p, bu masala tushunarli. Suv qani suv? Do'kondagi suvni aytyapsizmi? Ichadigan suv. O'sha ichimlik suvi do'konda sotiladi-ku. Voy, menga qara, men do'kondagi suvni aytmayapman. Mahallaga vodoprovodda suv olib kelaman deb maqtanding-ku. Va'dalar berib tashlading. Bu odamni esdan chiqmas ekanda. O'sha suvni olib kelamiz deb biz ana suvni olib keladigan shirkatga pullarigacha o'tkazib qo'yganmiz. Va'da berib, ustidan chiqmay o'tiribdi, qarang. To'g'rimi? Men o'zim rais bovam bilan borib shartnoma tuzdim. Ana. Va'da berdi. Tez orada qilamiz dedi. Va'da berdi, ha? Ha? Demak, suv bo'ladi, ha? Bo'ladi bu. Ishonsam bo'ladimi? Men sizga va'da beraman. Bo'ladi. Sanchi o'ylamasdan berib yuborasan va'dani. Menga qara, bo'pti. Ko'prik ham rasvo bo'ldimi endi?
Qaysi ko'prikda deyapti bu? Rais bova, haligi mahallada kiraverishda katta bir ko'prik qilib beraman degandingiz. Yaxshi ham o'sha ko'prikni qilmagan ekanmiz. Yaqinda bahorda mana sel kelib, odamlarni qo'yi bormi, moli bormi, hammasini olib ketdi. Ko'rdingizmi? Agar ko'prik qilganda ko'pirni ham olib ketardi. Tushunmadim, rais. Bu nima deganing? Endi bundan buyog'iga ko'prik bo'lmaydi. O'sha yoqdan aylanib kelaveradi bolalar. Odamlar bu yoqdan aylanib bozorlariga, ishiga boraveradi demoqchimisan? Bo'ladi. Ko'prik bo'ladi. Ko'prik ham zamonaviy, bir hisob-kitobga to'g'ri keladigan bo'lishi kerak-da. Talablarga javob beradi. Undan keyin ko'pirni men o'zim o'ylab qolyapman-da. Ko'prik qilish kerak emasmikin deb. Nimaga deganda, odamlar bunaqasiga 5000 metrdan aylanib maktabga, bog'chaga, bozorga boryapti, to'g'rimi? Qon aylanyapti. Sport ketyapti bu yoqda. To'g'rimi? Ko'pirni qilib qo'ysa 100 metrdan shunday o'tadi. Yalqov bo'lib qoladi odamlar. Yashang. Men o'zim maktabga ana shu bunaqasiga aylanib borganman. Nega? Menga qaralaring. Senlar aylanib borgan bo'lsang, endi butun 7 avlodimiz aylanib borish kerak. Endi o'sha yoqqa. Undan keyin davlatimizda shunaqa bir nimasi ham chiqdi. Piyoda yayov yurganlarga pul berilyapti. To'g'rimi? O qiynalib aylanib borgan uchun bermayapti u pulni. Sog'lig'ing uchun deyapti u pulni. Baraka topqir. Asabiylashmaylik. Ko'prikni qilib berishga men va'da beraman. Va'da berasan? Ha. Menga qara. Qanaqa bo'lasan sen o'zi? Bu mahallaga faqat va'dadan boshqa narsa berganing yo'q. Biron bir yordaming tegadimi, yo'qmi o'zi? Taroningdan. Men shu joyga kelganda men bo'lmadi-da endi tegib ketdi, lekin aytib qo'y. Men nimaga qachon va'damdan ustidan chiqmadim? Mana sizga bir misol. 3 xonali, 3 etajli uy quraman deb va'da berganmidim. Va'damdan ustidan chiqdimmi? Undan keyin o'g'ilchani uylantirib, xalqimizni eng oldi xalq artistlaridan 3-4 tasini olib kelib xizmat qildiraman. Odamlar maza qilib, bir yayrab, bir dam oladi deb va'da bergan edim. Va'damdan ustidan chiqdimmi? 3-4 kunlab osh tarqatdim, odamlar maza qildi-ku. Menga qara, buni o'zing uchun qilgansan. Bir atrof muhit uchun, jamiyat uchun bir yaxshilik qildingmi? Nimaga men jamiyatga yaxshilik qilmas ekanman? Men shu jamiyatga, ekologiyaga foydam tegsin, nafim tegsin deb men nima qildim yaqinda? Ayt. Rais bova, beva'di mashina oldilar. U elektromobil, tutun chiqarmaydi. Ob-havoni tozaligini qarang. Mazza qilib o'ting. Ko'ryapsizmi? Bundan ortiq yana qanaqa men yordam beray? Ayting. U mashinangda o'zing yurasan-ku, bizga nima aloqasi bor u mashinangni? Menga qara, bu mahallaga yordaming tegadimi, yo'qmi o'zi? Biron marta mahallaga bir foydali ish qilganmisan? Mana qaragin, ko'prik quraman deding, qurmading. Asfalt qilaman deding, qilmading. Suv olib kelaman deding, olib kelmading. Yana nechta sanashim kerak? Mana mahallaga foydam tegsin, uzoqlarga, qayerlarga borib yurmasin deb, mana mahallada va mana tepalikda mana adirlikka dacha qo'yib qo'ydim. Toza havo. Odamlar borsin, maza qilsin, dachada maza qilib, damini olsin deb o'sha sharoitlarni qilib qo'ydik. Menga qara, u dachang falon-pullik-ku. Bu mahalladagilar emas, u shaharlik boyvachchalar kelib dam olyapti, u dachangda. Buni bizga nima foydasi bor? Bizga nima foydasi bor? Bizga foydali ish qilasanmi, yo'qmi? Bo'ldi. Asabiylashmaylik, Toshpo'lat aka. Men sizga shu jamiyatga foydam tegishi uchun men sizga va'da beraman. Bo'ldimi? Yana nimaga va'da berasan? Nima deb va'da berasan? Sen quruq va'dani beraverasan. Sanda va'dadan boshqa hech narsa yo'q. Bo'lmading sen bola. Sen saylab noto'g'ri qilgan ekanmiz. Suv sanga, tushundingmi? Men to'xtang. Qo'lni bering. Mana. Qishlog'imizni aytaman-ku, bu odam vijdonidir. Rahmat. Shunaqa odamlarning boriga shukr. Toshpo'lat aka, men sizga va'da beraman. Qanaqa va'da berasan? O'ylamasdan va'da bermaslikka va'da beraman. Sanga bo'lmading sen. Sanichi? Seni bu joydan ketqizish kerak, tushundingmi? O'rninga boshqasini saylaymiz. Boshqatdan saylov qilamiz. Bo'lmading. Bor. Mana o somsani kim qildi? Kim qildi bu somsani? Afisant! Nahga. Nima qilsiz chiqmas? Nimaga dovdiraysan? Bu yoqqa kel.
Sizni chaqirishyapti, boring voy. Qo'shiq xizmat. Mana bu somsani kim qildi? Kim qildi buni? Shu yerda bo'lgan. Bu nega dovdiraysan? Uka, nega dovdiraysan? Bu somsani kim qildi senga so'rayapman. Oshpazimiz qilgan aka. Chaqir, oshpazingni chaqir bu yoqqa. Somsani kim qilgan bo'lsa bu yoqqa chaqir. Tinchlikmi? Chaqir dedim. Tez bor. Xo'p aka. Yo'q, Somsa qilasiz aka. Mana shu somsani sen qildingmi? Assalomu alaykum. Aka, somsa? Sen qildingmi? Baraka top, uka. Boblasa qo'ling dard ko'rmasin. Xotinga somsa qildisam, go'sht yo'q deydi. Ana piyozdan ham binoyda somsa bo'lar ekan-ku. Kim bu bola? Keling otam. Keling. Keldim bola. Xizmat. Bir yordaming kerak. Aha. Meni taniyapsanmi? Bizmi? Ha. Ya, siz Absattor ota-ku? Ha. Mana bu ro'parada O'zbekiston oldida qat sotib o'tirgan xonani buyursizda. Ana shu Jummagul xolangning choli bo'laman men. Nimaga otam, nima bo'ldi? Kechasi bilan shu bilmam bo'g'ilib shu yo'talaverib o'pka pishib ketdi. Undan keyin belim og'riydi, oyog'im og'riydi. Qarichilik qilsin qiynalib ketdim. Shunga bir haligi dorini, ukalni nimadir bir yozib berasanmi deb keldimda boram. O'z yozib beraman otam, yozib beraman. Ha, yozib beraman otam. Lekin to'g'risini aytaman, bu ukol bir tomoningizga foyda bo'lsa, bir tomoningizga ziyon otam. Ha, Shundayman. ha, o'shaning uchun hali yo'talganingizda butun tanangiz silkinadimi? Butun tanam larzaga keladi. Yo'talishga ham qo'rqayapman-da. Miya o'tirib ketaman deydimi? Otam, bo'lmasa men bitta yo'lini aytaman. Faqat men aytganingiz hech kimga Hech kim bilmasin. bu tabobat foydalanyapti, bu tav berilyapti, men ishdan haydayapman. O'shaning uchun debasiz, uyga borasiz. Uyga boraman. Ha, vanna bor. Vanna bor, xudoga shukr bor. Vannani issiq suvga to'ldirasiz. Issiq suvga to'ldiraman. Keyin xolamga aytasiz. Sutni hammasini sotavermasinlar. Xato qilib. Sizga bir stakan ajratib bersin. Bir stakan. Ha, bir stakan sut. Haligi vannadagi qaynamas. Issiq suv bor-ku? Issiq bo'ladi. Issiq bo'lishi kerak, faqat qaynoq bo'lmasin. Tag'in tavaga o'qimay ota. Men keyin xolamdan baloga qolmay, joni nima qilding? Qo'l kuymaydi. Qo'l kuygan o'shanga sutni aralashtirasiz. Hop, aralashtiramiz. Ana o'sha vanna, sutli vannada bir hafta cho'milasiz. Bir hafta. Otga olib ketasiz ota. Yaxshi bo'laman. Mashinaga olib ketasiz. O'qigansan-da bola, bilasan-da. Ayni qo'ldan tegdi. Nima bo'ldi, men nima qilay? Ay, otam, sizdan bo'lsin. Yo'q, siz bo'l ota. Hozir borgandan qilaman. Borgandan men shuni qilaman. Rahmat bolam. Meni deb turing, yo'q, olmadi, bittaning. Rahmat. Oradan bir hafta o'tdi. Mumkinmi? Mumkin. Assalomu alaykum. Absattor ota. O'qigan bari o'qigan ekanda. Nima bo'ldi? Otangga rahmat, onangga rahmat. Sani mana shu o'qitib qo'ygan domlalaringga, ustozlaringga rahmat. Nima bo'ldi? Mana yo'tal yo'q. Yo'q. Qoldimi? Belim ham og'rimay qoldi, oyog'im voy bir qushga yengil bo'ldim. Rahmat, baraka topolaman. Sizga ham rahmat otam, sizga ham rahmat. Shunday ajoyib Jumagul onadek bir ayolingiz bor.
Juda yaxshi ayol, mana qarang. Har kun sut qatuv olib keladilar. Men qatuvlardan olib ichaman. Zo'rda qatuv. Zo'r qatuv zo'r. Shuningmi? Quying. Rahmat. Bolam siylagan qizi. Buni vannani ichini sutga to'ldirdim. O'zimizsiz ana 4 ta sigirni sutni yetmay qoldi. Qo'l qo'shni mahalladan yig'ishtirib kelib, vannani sutga to'ldirib, ichiga kirib olib, bir hafta maza qilib cho'mildim-da. Voy, mazza yayradim. Voy. Baliqday maza qilib cho'mildim. Ota chatoqsiz-ku. Quloq yaxshi eshitmabdimi deyman-da, ota? Nima? Men sizga butun boshi vannani to'ldiring demadim. Vannani suvga to'ldirasiz dedim. Unga bir stakan sut qo'shasiz dedim. Siz bir vanna sutni rasvo qilib yotam. Shuncha sut siz shuncha oqlilar. Bir stakan dedim. Uvalibdi-da, oqli. Yo'q, bolam. Uval bo'lgani yo'q. Sen achinma. Hech qanaqa uval bo'lgani yo'q. Baraka topsin shu kampirim. Hammasini qatiq qilib sotdi. Ey bola, bu nima yotish bu? Ey bola. Ey, bu nima yotish? Ey, nima yotish? Uka. To'ray. Bu yotish nima ey? Ko'zingga sig'sa ichda uka. Ko'tarolmasa sen nima qilasan ichib? Mana ko'chada yotishingni qara. Sen badbaxtga ham jo'ja birday jon bo'lsan kerak. To'ray, uyingga borib yot. Bak. Tur deyman. Tur, o'zim olib borib qo'yaman. Qayerda turasan? Tura qol, qani bolam, o'zim uyingga olib boraman. Qani tur. Qani tur bolam. Ota, hey. Nima qilyapsiz? Tegmang, ota. Nimaga tegmas ekan? Men buni zaxda yotishini qara buni. Otam yotsa yotaversin, tegmang. Mana shu yerda yotish uchun 100-200 quyib beramiz. Bu bizda ishlaydi, ota. Sizlarda ishlaydi? Ha? Nima ish qiladi bu? Bu mana qarang, do'konimizni jonli живой reklamasi bu. Jonli tablo ota. Mana shox-shabbalar to'sib qo'ygan. Bu kelayotgan odam ko'rmaydi do'konimizni. Mana oshxonalarda mana bunday qilib turadi. Yotgan holda mana bunday qilib turadi. Klientlarni chaqiradi bu ota.